doim sokin yuradigan, ko'pincha o'zini emotsiyalarini ko'rsatmaydigan, ko'p tinglashni yaxshi ko'radigan insonlarni, ularni qo'rqoq, ularni zaif deb o'ylamang. Faqatgina ular sabr kosasi sal chuqurroq insonlar. Bunday insonlar o'zini qanday ekanligini biladi. Bunday insonlar sabr kosasi to'lganidan keyin ularni orqasidan keladigan, ya'ni ular qila oladigan yomonliklarni kuchini bilishadi. Shuning uchun ular o'zlarini bosgan holda, sokin saqlagan holda, sizga zarar bermaslik uchun o'zlarida donolik hislatini uyg'otishadi va shakllantirishadi. Lekin agar bunday insonlarni asab tolalari bilan ko'p o'ynab qo'ysangiz, ularni orqasidan keladigan to'foniga chidashga tayyor bo'ling.